Biz bugun sizlarga Paxtachi tuman ixtisoslashtirilgan maktab internatida yaratilgan yangi robotni taqdim etamiz. Bu robot har bir darsdan keyin va dars boshlanishidan oldin qo'ng'iroq chaladi. Shu bois maktabimizda darslar va tanaffuslar aniq va vaqtida tashkil etiladi. Aytish joizki, ba'zi bir holatlarda elektr ta'minoti uzilishi kuzatiladi. Biz bu muammoni inobatga olgan holda robotimizda akkumulyator orqali ishlaydigan qilib tayyorladik. Bu esa robotning barqaror va uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Roboti faqat funksional jihatdan, balki tashqi ko'rinish jihatdan ham e'tiborli tarzda yaratilgan. Ichki suyak konstruksiyasi 3D printer orqali plan materiali orqali chop etilgan. Bu esa robotning yanada bardoshli va yengilroq bo'lishini ta'minlaydi. Tashqi qoplamasi esa Comix materialidan yasalgani sababi robot estetik, mustahkam va yengil bo'lib chiqqan. Dizayn va korpus ishlovi ham o'quvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Bu esa loyiha o'quvchilarining robototexnika, dizayn, ikkita texnologiyalardagi bilimlarini uyg'unlashtirganligini ko'rsatadi. Robotimiz qanday yasalgan? Arduino Miga. Miyaning o'rni hisoblanib, barcha vazifalarni bajaradi. RTS 3231 moduli esa aniq vaqtni kuzatadi. Displayer mini va kichik kolonka esa qo'ng'iroq ovozini chiqaradi. Relay kolonkani o'chirib yoqish vazifasini bajaradi. 16 ga 2 ekran esa aniq vaqtni ko'rsatib beradi. 8 ga 8 matrica ko'zlar animatsiyasi bilan robotni yanada jonli ko'rsatib beradi. Bugungi kunda mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz rahbarligida yoshlarning ilm-fan, texnik va innovatsion sohalardagi faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Biz ham ushbu davlat siyosatiga munosib hissa qo'shish niyatidamiz. Loyihamizni ishlab chiqishda yashil energiyaga alohida e'tibor qaratdik. Bu nafaqat ekologik tozalikni ta'minlaydi, balki energiya sarfini ham kamaytiradi. Kelgusida biz robotimizni yanada takomillashtirishni rejalashtirganmiz. Unga Face ID texnologiyasini va sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlarni joriy qilamiz. Bu esa uni yanada aqlli va mustaqil qaror qabul qila oladigan qurilmaga aylantiradi.